hadisi qudusiyda al-ikhlasu sirrun min sirri astawdi'uhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ixlos mening sirlarimdan bir sirdir. Uni bandalarimdan kimga muhabbat qilgan bo'lsam, o'shaning qalbiga joylayman deyilgan. Saharlari juda ko'p odam g'aflatda uyquda yotganida bomdod namozlariga keladi. Mana shu ham ixlos. Kechga borib odamlar malollanib uyida o'ralashib qolganda jamoatga xufton namoziga keladi. Maqsad birov ko'rsin uchun emas, birov maqtasin uchun emas, jamoatni savobini topish, xolis Alloh uchun qadam bosib kelinadi. Va hokazo boshqa amallari ham shu. Ixlosning haqiqati Alloh taolodan boshqa barcha narsadan xalos bo'lmoq, qutulmoqlikdir. Ixlos amalni, gap so'zni va ibodatni ularga xiralik yetkazadigan riyo, aldamchilik, yolg'on kabi narsalardan tozalashdir. Amaldagi ixlos unga haq so'rash, u yoqda tursin, uni birov bilmaydigan tarzda bajarishdir. Qo'lidan kelganicha amalni ado qilib, ortidan yana xijolat bo'lib turadi. Qabul bo'ldimikin yo qabul bo'lmay qoldimikin? Ulamolar toatdagi ixlos riyoni tark qilishdan iborat ekanligiga bir ovozdan kelishganlar. Bandadan sodir bo'ladigan ixlos 4 qismga bo'linadi. Birinchisi gap so'zdagi ixlos. Gapni ham o'ylab gapiradi. Shu gapimda Allohning roziligi bormi, yo'qmi? Ba'zilar odamlarning yuziga yaxshi ko'rinish uchun yolg'on gapiradi. Bu yerda ixlos yo'q. Alloh taolo aytgan so'zni aytadi, qaytargan so'zdan qaytadi. Ikkinchisi amaldagi ixlos. Qaysi amalni qilayotgan bo'lsa ham ixlos bilan. Hozir jamoat namozini misol qilib keltirildi. Buni misollari juda ham ko'p. Mahallada qo'shnisiga yaxshilik qildi, qiynalib qolgandir va hokazo. Maqsad Alloh taolo shunga buyurgan. Qarindoshlariga silay rahim qildi, yaxshilik qildi. Yo otasiga, yo onasiga yaxshilik qilyapti. Boshqalar ko'rib juda yaxshi farzand bo'lgan ekan desin uchun emas. Allohning aytgani uchun ixlos bilan, muhabbat bilan ota-onasiga yaxshi gapiryapti, og'irni yengil qilyapti, xizmatini qilyapti. Bu amaldagi ixlos. Uchinchisi toatdagi ixlos, ibodatlardagi ixlos. Faqat Allohning roziligini ko'zlab bajarish. To'rtinchisi hol, qalbdagi ixlos. Ixlos tasavvur yoki xayol emas, balki amaldir. Shuning uchun u davomli, to'liq ilm asosida va darajama-daraja bo'lishligi shart. Ixlos bilan sodiqlik orasida farq bor. Sodiqlik asldir, ixlos far'dir. Ixlos amalni boshlagandan keyin bo'ladi. Sodiqlik niyatda ish boshlashdan avval bo'ladi. Mana shu narsalarni har birimiz yaxshi bilib olsak, qilayotgan amalimiz maqbul bo'ladi. Chunki buni ichida ixlos aralashgan bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni muxlis bandalaridan qilsin, mav'izalardan Robbimiz manfaat bersin.